Muhammad Nizomovna, o'qituvchiman, ijodkorman. Xullas kalom o'zimni oilamni chiroyli qilib tiklash uchun shu kreditni olmoqdaman. Maqsadli demak yo'nalishga yo'naltiraman, chorvachilik bo'yicha kichkina bajichaklar olmoqchiman. O'sha olayotgan 10 million pulimga hamda o'shani boqib o'quvchilarimning ijodkorligini o'stirmoqchiman. Chunki menda ijodkor o'quvchilarim bor, kitoblarini chiqaraman. Maqsad qiynalgan oilalarga, o'quvchilarimning oilalariga moddiy yordam ko'rsataman. Xullas kalom. Mahalla fuqarolar yig'inida kredit olmoqchimiz maqsad. Oilaviy kredit hamda Siz korxonangiz ham bor-a? Voy, korxonam bor. Unga olganmiz 100 million sizlardan oldim. Buni maqsadli foydalanyapmiz. Naborot, aylanmaga olganmiz 100 million. Yana o'zimizga oilaviy